Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa al-aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Alloh taoloning fazli marhamati bilan Sha'bon oyi nihoyasiga yetib, muborak, hammamiz orzu qilib kutgan Ramazon kelib keldi. Muborak bo'lsin. Musulmon odam Ramazon sharifni kelishligi bilan juda bir qattiq quvonadi. Chunki bu oyda Alloh taoloning mu'minlarga bo'lgan rahmati, ularga bo'lgan fazli, karami qanchalik katta bo'lishligini biladi. Mana shu narsani his qiladi, albatta xursand bo'ladi. Faraz qiling, bir xonadonga bir pul sarf qilinsa, ota tutkizolmayotgan tomini yopib oldi. Balki bir 10 ming so'm sarflab tomini yopib oldi. Qanaqa quvonadi. Katta bir g'amini, katta bir tashvishi ko'tarildi, xursand bo'ladi. Lekin 6ga kirgan bolachasiga bu narsa quvonch bag'ishlamaydi. Chunki uning nima ishi bor tom bilan. Endi uyga bir 5 ming so'mga bitta plyusos olib kelib berdi bu ota. Ayoli quvonadi. Ishim yengil bo'ldi deydi. Lekin boyagi bolaga buni ham farqi yo'q. Chunki uni nima ishi bor, uyni tozalashlaydi. Chunki bu bolaning qalbi o'ziga xos narsalar bilan, boshqa narsalar bilan quvonadi. Arzimagan 2000 so'mga bitta velosiped olib beradigan bo'lsa, mana shunga quvonadi. Nimaga desiz, bu bolaning qalbida ana shu valasabga bo'lgan muhabbat bor. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Ramazon kelganda bir insonlar bor, umuman parvoz falak. Demak, ularning qalbida Ramazon yo'q. Allohga bo'lgan muhabbat, Allohga bo'lgan ishtiyoq yo'q, o'shuning uchun xursand bo'lmayapti. Yana kimdir Ramazon kelishini intiqlik bilan kutadi, kelganda quvonadi. Kimdir yuragi siqiladi. Xullas, Ramazonning kirishi siz bilan bizni quvontirayotgan bo'lsa, alhamdulillah. Agar Ramazonning kelishligi siz bilan bizga umuman farqi bo'lmayotgan bo'lsa, istig'for aytaylik birodarlar. Istig'for aytaylik. Chunki 12 oyning ichida hech qaysi oyda Ramazon oyida musulmonga yetgan fazli marhamat yetmaydi. Xursand bo'lyapmizmi Ramazonga? Mana inshaalloh mana shu 30 kun barakotli kechalarni, barakotli kunlarni avvalgizda o'tiribmiz. Mana bugundan inshaalloh bir sidq dildan azmi qaror bilan niyat qilaylikki, Parvardigor Ramazon chiqib o'zini gunohlardan tozalagan bandalar qatoriga meni ham qo'shgin. Mashhur hadis, Nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarga ko'tarilayotib, amin dedilar. Amin, amin 3 marta takrorladi mana shu so'zni. Sahobalar bu aminning sababini so'raganlarida mashhur hadis. Har Ramazonda aytamiz, lekin tazkir bobidan takrorlaymiz. Nimaga 3 marta amin dedingiz? Deganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birinchisi nima dedi? Nima uchun amin dedi? Sizni ismingiz zikr qilinganda sizga salovat aytmagan odamni burni yerga ishqalsin. Amin deng dedi Jibril. Men amin dedim. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda alayhissalatu vassallam sallallohu alayhi vasallam demagan odam burni yerga ishqalsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar. Ikkinchi marta amin deyishligining sababi nima bo'ldi? Bitta yoki ikkala ota-onasi tirik turgan bir farzand. Shular tiriklik davrida ularning duolarini olib, jannatni o'ziga lozim, vojib qilmagan farzandni burni yerga ishqalsin. Amin deng dedi Nabiy Jibril alayhisalom. Nabiy sallallohu alayhi vasallam amin dedilar. Uchinchi amin deyishligining sababi Ramazon oyi kelsa-yu, Ramazon oyining barakotidan foydalanib, ibodat bilan shug'ullanib, o'zining gunohlarini ketkizib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan odam xor bo'lsin, burni yerga ishqalsin, amin deng dedi Jibril alayhisalom. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar, amin dedilar. Mana shunday bir barakotli, birodarlar, barakotli muborak oyda turibmiz. Qadriga yetaylik. Qayoqdan bilasiz? Ehtimol oxirgi Ramazondir bu siz uchun. Shu savolni o'ziga bering. Ehtimol oxirgisidir. Chunki bu oyda qilingan amallar boshqa oyda qilingan amallardan 70 barobar savobi ko'p bo'ladi.
Bu oyda qilingan nafl ibodatlarning ajri farz amallarning ajri bilan barobar bo'ladi. G'animat bilaylik, g'animat bilaylik. Ramazon ro'zasi. Alloh taolo Qur'onda astagfirullah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlardan avvalgilarga, ya'ni avvalgi ummatlarga farz qilinganidek, sizlarga ham ro'za tutishlik farz qilindi, shoyat taqvodor bo'lsanglar. Shart bitta, taqvo sifatini o'zimizda paydo qilishlik. Agar biz yemasak, ichmasak, kunduzi aloqadan tiyilsak-ku, ammo g'iybat, til zinosi, ko'z zinosi, boshqa gunohlardan tiyilmasak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, rubba soimin laysa lahu min siyamihi illa al-jur'u wal atash. Shunday ro'zadorlar bor degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularning ro'zadan topgan foydasi, och qolgani-yu, chanqagani, ularga ajr yo'q. Chunki boyaga yeyish ichishdan aloqadan tiyildi, ammo boshqa gunohlardan tiyilmadi. Demak, taqvo sifati topilmadi bu odamda. Demak, bu odam ro'zasi ro'za emas. Ya'ni shunday bir namozda qoyim bo'ladigan insonlar bor. Ularning namozdan topgan narsasi uyqusidan qolgani xolos. Shuning uchun yemayapmiz, ichmayapmiz, aloqadan tiyilyapmizmi? Endi bu ommaning ro'zasi. Hamma shunaqa ro'za tutadi. Ommatun nas. Ommatan odamlar shunaqa ro'za tutadi. Endi xos odamlarning ro'zasi bor. Ikkinchi sort ro'za bu. Xos odamlar kim desa, yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi va a'zolarni ham ro'zasini tutadi. Ko'zini tiyadi, qo'lini tiyadi. Bu ikkinchi. Endi eng oliy ro'za kim desa, xossatal xususlarning ro'zasi. Bular yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi. Ko'z, qo'l, oyoq, a'zolarni ro'zasini tutadi hamda qalb ro'zasini ham tutadi bular. Ular gunoh qilishni hayoliga ham keltirmaydi. Biz mana shu ro'zaga harakat qilishimiz kerak. Qalbimiz musaffo bo'lsin, gina kudurat, hasad shunga o'xshagan dardlar qalbimizda bo'lmasin. Ramazon oyi g'animat. Voy qaranglar akalar, mana shunday qilib do'pini bitta aylantirsak, bir yil o'tibdi. Yanachi yarim aborot qilaylik-da, haj bo'layotgan bo'ladi. Umr juda tez o'tyapti. E'tibor beringlar. E'tibor beringlar. Shuning uchun g'animat. Shuning uchun g'animat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ro'za tutishlikni mana Parvardigorini kitobidan o'qib farz ekanligini bayon qildi. Ro'zani orqasida hikmatlar juda ko'p. Bizgachi ro'za tutsang anaqa bo'lasan, ro'za tutsang manaqa bo'lasan degan dunyodagi manfaatini eshitib turib tutmaylik ro'zani. Juda ko'p manfaatlari bor. Ayrim hikmatlarni aytib o'tamiz, kifoyalanamiz. Ro'za Alloh taolo uchun qilingan eng ulug' ibodatlardan. Hadis qudusida Alloh taolo aytgan, odam bolasini hamma qilgan amali o'zi uchun, faqat ro'zasi men uchun. Mukofotini faqat o'zim beraman dedi. Undan keyingisi eng katta axloq maktabi. Ramazon ro'zasi nafsni sindirishlik uchun olib boradigan eng katta jang. Nafsni tarbiya qilishlikning eng katta jangi. Ro'za orqali inson omonatdorlik degan sifatini o'zida rivojlantiradi. Hech kim ko'rmayotganda ham Alloh ko'rib turibdi degan ihson degan sifatni o'zida paydo qiladi. Ro'za orqali mana endi inson sog'lom bo'lishiga aytilgan. Sumu tasihhu degan Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ro'za tutinglar, sog' yurasizlar. Voy, zo'r dori. Bu faqat sog'likni ehtiyot qilish emas, kasalliklarni davolashlik ham zo'r dori. Ini nech pul deng? Nech pul ketadi ro'za tutgan? Bitta ukolni palon pul desa shunda dori bo'lar ekan. Yana qarang, shuni ham qilib ko'raylikchi deydi tabibam. Sizga qanaqa rezultat berar ekan deydi. Bitta ukolni palon pulga, bitta tabletkasini palon pulga olib yeydi, ammo ro'zachi hozirgi kunda ham mana zamonaviy tabobat ana shu dorini hadeb sayolmasdan organizmda o'zini o'zi davolashligiga yo'l ber, kamroq ye, ro'za tut, och qolsang organizming o'zini o'zi davolaydi degan yangi uslubda aytayapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 1400 yil burun sumu tasihhu deb qo'ygan ekanlar. Ro'za tutinglar, sog' bo'lasizlar. Ikki og'iz gap. Qarang, arab tilida ikkita. Sumu tasihhu ikkita so'z. Ikkita so'z.
Roza tutinglar, sog'lom bo'lasizlar. Yana boyaga aytganimni qaytaraman gapimni. Biz sog' bo'lish uchun roza tutmaymiz. Biz Alloh bizga buyurganligi uchun tutamiz. Uni u yoqda keladigan hikmatlar Alloh taoloning bizga bergan fazli. Inson roza tutishlik bilan havoyi nafsini shunga bo'g'zidan oladi. Chunki doim nafsiz xohlayotgan ishni qilaverishligingiz bilan nafsizni quliga aylanib qolasiz. To'g'rimi? Endi nafs qayerga olib boradi? Inna nafsa la ammaratun bis-su'. Albatta nafs insonni yomonlikka boshlaydi. Qarang endi, dinimiz nimaga buyurgan bo'lsa, nafs shuni xohlamaydi. Ramazonning foydalaridan Ramazon ro'zasini tutarkanmiz, shaytonni bo'ynini qayraymiz. Chunki bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, insonni qon tomirlarida yurishlikka Alloh taolo ruxsat bergan shaytonga. Shundaymi? Mana shu ovqatni oz yeyishlik bilan mana shu tomirlar qisqarar ekan, shayton yuradigan yo'li ham qisqaradi. Va har bir holatida mu'min odam Alloh taolo uni kuzatib turishligini his qilib turadi. Yolg'iz uyga kirasiz, muzda suv turadi, chanqagansiz, hech kim ko'rmaydi. Nimaga ichmaysiz? Nimaga ichmaysiz? Kim to'siyapti? Bir xo'plam ichib oling. Kim ko'rib o'tiribdi? Ertaga bir xo'plam ichasizmi endi? 16 soat ro'za tutaman ekan. Dinimiz yengillik ustiga qurilgan u. Yassiru va la tu'assiru degan payg'ambarimiz. Dinni yengil qilinglar, kel bir xo'plam. Nimaga ichmaysiz? Ini maza qilasiz ichmasdanchi. Ha? Yomon maza qilasiz, chunki nafsni sindirganligingizdan, shaytonni bo'ynini uzganligingizdan xursand bo'lasiz. Qarang, o'zingizni qiynab maza qilasiz. Nima uchun bo'lyapti bu ish? Allohning roziligi uchun bo'lyapti. Va oxirida aytamiz, inson bolasi o'zida farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni ham bir muddat paydo qiladi. Farishtalar yemaydi, farishtalar ichmaydi, farishtalarda erkak ayolli aloqasi yo'q. Inson bo'lib turib, mana shu bir tabiiy g'arizalari bor bo'lib turib, mana shunga ehtiyoji bo'lib turib, o'zini ixtiyori bilan bu narsalardan man qiladi-da va Parvardigorning farishtalarda bor bo'lgan sifatlarini o'zida bir muddat paydo qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, Rasul aytadilar: "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramazon, lam tu'taha ummatun qablaha." Meni ummatimga Alloh taolo Ramazonda 5 xislatni berdi. Boshqa biror bir avvalgi ummatlarda bu narsa bo'lgan emas. Siz bilan bizda bor bu narsa. Halufu famis soim atyabu indallohi min rihil misk. Ro'zadorning og'zida chiqqan hid Allohning nazdida mushki ambarning hididan ko'ra xushbo'yroq. Qani xunuk narsa o'zi. Odam ovqat yemaganda og'zidan bir noxushlik keladi, ammo Alloh uchun tutib qiynayotgan kishining og'zidan chiqayotgan noxush hid ham Alloh uchun mushki ambarning hididan yoqimliroq bo'ladi. Ularga, ro'zadorlarga to iftor qilgunlariga qadar malaikalar istig'for aytib turadi. Farishtalar siz bilan bizni gunohimizni Alloh kechirishligini duo qilib so'rab turadi. Uchinchidan, Alloh azza va jalla har kuni jannatga aytadi: "Solih bandalarim mashaqqat va ozorlardan qutulib, senga kelishlariga oz qoldi" deydi. To'rtinchidan, u kunda shaytonlarning ashaddiylari zanjirband qilinib, boshqa payt qilib yurgan ishlariga erisha olmaydilar. Beshinchidan, Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning gunohlari mag'firat qilinadi. Mana o'sha Ramazonning birinchi kechasida o'tiribmiz. Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiriladi. Birodarlar, 1 yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz, aniq ishonaylik, Alloh taolo yuvib tashlaydi. Shunda, "Ya Rasululloh, u qadr kechasida bo'ladimi shu ish?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Yo'q, xizmatchi qachon ishini tugatsa, uning haqqi to'la qilib beriladi" dedi. Bugungi ro'zani tutdingmi? Iftor vaqti bo'ldimi? 1 kunlik ro'za tugadimi? Alloh taolo gunohni yuvib kechiradi. Gunohni yuvib kechiradi. Kim Allohning rahmatiga, mag'firatiga muhtoj emas? Demak, mana shunday bir muborak oyning muborak birinchi kechasida o'tiribmiz.
Kelinglar bir o'zimizga bir ahd qilaylik. Taravih namozlarining birortasini qoldirmaylik. Qur'on tilovatida hozir bo'laylik. Agar o'qishni bilmasak, toqatimiz bo'lmasa, o'rganmagan bo'lsak, eng kamida somiy bo'lib mana shu savobga ega bo'laylik. Chunki qiyomatda inson bitta subhanallohning savobiga muhtoj bo'ladi. Bitta savobga. Ana shu qadr kechasida turmaganligiga, taravihlarda turmaganligiga inson qattiq pushaymonlar yeydi. Mana birodarlar, o'zimizga bir ahd beraylik, va'da beraylik. Inechi yoshlar mana haqiqiy ro'zadorlar sinaladigan kunlarda tutyapmiz. Hamda aytinglar, kuch-quvvatga to'lgan paytinglarda keldi. Mana shu kunda tutdingizmi? Endi qishda tutish, bahorda, kuzda tutish hech narsa emas. Mana o'zimizni sinadigan payt keldi. O'zimizni sinadigan payt keldi. Uddasidan chiqamizmi, yo'qmi? Alloh taolo bu oyni hammamizga barakotli qilgan bo'lsin. Hammamizga Alloh taolo sabr bersin, amallarimizni qabul qilsin, davomiy qilsin hamda ixlosni bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.